Soqqatayim do'stlar. Bugun sizlar bilan pul haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, men ismim Davron Turdiyev. Xo'p, pulni nimasini gaplashish mumkin? Pul o'zi umuman olganda juda ham qiziq mavzu va katta ehtimol bilan men sizlarga bugun foydali insightlar beraman. Ya'ni bugungi videodan keyin, bu videoni ko'rganingizdan keyin siz pul topishga birinchi qadamingizni bosasiz. Bitta narsani tushunishingiz kerak, bu videoga entertainment video sifatida, ya'ni prosta mazza qilish uchun ko'raman degan video sifatida qaramang. Bu videoga dars sifatida qarang. Shuning uchun videoni pauzaga bosib, ruchka bilan qog'oz yoki bloknot daftaringizni olsangiz bo'ladi. Bugun bergan insightlarimni sekin yozib olasiz, o'zingiz uchun qaytib olasiz. Endi pul juda ham muhim narsa. Dilni yayratadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'alvani ushandasi ham pul. Misol uchun ish topish jarayonida ko'pchilik mendan so'raydi, Davron aka, hayotimda ishimni qanday topsam bo'ladi, o'rnimni qanday topsam bo'ladi. Men odatda 4 ta asosiy kriteriyani beraman va ya'ni 4 ta asosiy omilni beraman tanlash uchun. Qadriyatlar birinchisi. Avvalambor qadriyatingizga to'g'ri kelish kerak qilgan ishingiz. Xo'p, hech kimga zarar keltirmaslik kerak va manfaatli bo'lish kerak boshqa insonlar uchun ham. Va mana shu 3 tadan tashqari 4-omil bu pul, ya'ni monetizatsiya. Agar siz o'zingizga qanaqadir qiladigan ishlaringizdan, hobbi bo'lsin, boshqa bo'lsin, oxir oqibat pul topmasangiz, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Aytaylik, oddiy misol, hech qachon och qoringa bilim kirmaydi deydi qadimgilar. Bu ayni haqiqat. Bitta narsani tushunib olishingiz kerak o'zingiz uchun. Agar siz boshlang'ich birlamchi o'zingizni qanaqadir muhtojliklaringizni yopmasangiz, siz yuqori darajada fikrlay olmaysiz hech qachon. Ya'ni birinchi o'rinda hech yeydigan va kiyadigan narsangiz bo'lishi kerak. Keyingina siz qanaqadir ideyalarni topib, keyingina shu qorningiz to'g'azganingizdan keyin majoziy ma'noda siz shu kattaroq narsa ixtiro qilishingiz mumkin, yaratishingiz mumkin, nimadir qurishingiz mumkin bo'ladi. Odamlarga foyda keltirishingiz mumkin bo'ladi, o'zingiz o'sishingiz mumkin bo'ladi. Endi odamlar pul topa olmasligining asosiy sabablari men nazarimda ikkita. Birinchisi bu texnik muammolar. Ikkinchisi bu shaxsiy muammolar. Keling birinchisini razbor qiling. Texnik muammo nima degani? Misol uchun, hozirgi kunda onlayn kurslar juda ham ko'payib ketgan O'zbekistonda, lekin ko'pchilik bizga sota olmaydi. Ya'ni ob'yom bo'yicha men nazarimda bizni zapuskilachalik darajada onlayn kurslar bo'lmasa kerak. Ya'ni qisqa fursat ichida taxminan 2 hafta ichida biz odamlarni yig'ib, zapusk qilib, bepul webinar o'tkazib, onlayn kurs ochishga muvaffaq bo'lamiz. Kamida 1,5 mingta, 2 mingta, undan ham ko'p sotiladi. Odatda boshqa zapusklarni ko'raman, boshqa ekspertlarni ko'raman, 80 ta, 100 ta, bor ana 200 ta, 300 ta sotadi. Ja sotsa. Ya'ni 5 karra, ayrim holatda 10 yoki 20 karra farq qilamiz. Bu yerda xato odatda men ko'rgan narsalarim, men oldimga kelib turib tavsiya olgan ekspertlardan ko'rgan xatolarim, bu texnik xato. Ya'ni konkretni maxsus bilimlar yo'q. Misol uchun mana Rubik kubigini bekor qo'yib qo'yganim yo'q. Bu yerda variantlar juda ko'p. Milliardta variant bor. Ya'ni misol uchun agar siz buni tushunmasangiz, Rubik kubigini men aylantirib, aralashtirib bersam, oddiy holatdan ham hammasi terilgan holatga keltirib bera olmaysiz. Lekin men texnikasini tushunganim uchun, algoritm bilganim uchun, misol uchun men Jessica Friedrich algoritmlari bor, 119 ta algoritm bor. Bu algoritmni kopyo deydi. Bitta harakat bilan men Rubik kubigini o'z joyiga keltiraman. Va har bitta bo'limga, har bitta bo'g'inga, har bitta qavatga o'ziga yarasha algoritmlar bor. Men bu algoritmlarni boshqa odam ixtiro qilmaganda o'zim topa olarmidem? Katta ehtimol bilan yo'q. Juda katta ehtimol bilan yo'q. IT-ni ham misol uchun siz noldan yaratmaysiz, siz bor narsani o'rgatasiz. Ya'ni texnikalar bor, usullar bor. Shu to'plamni bilmaganingiz uchun siz pul topa olmaysiz. Ya'ni misol uchun biznes qilmoqchisiz, startap qilishchi konkretniy texnika yo'nalishlari bor va o'sha texnik bilimingiz yetmasligining sababi siz prosta nima qilishni bilmayapsiz. Oddiy misol, o'quv markazini $1000 ga ochsa bo'ladi deyman men odatda. Ko'pchilik qanday deydi, juda oddiy narsa o'z aslida olganda. Dabdabali qilib ochish shart emas, katta pul tiqib, agar sizda mablag' bo'lmasa, kichkinagina bitta xonani arendaga olib, 3 tomonlama sarfnoma qilib, aytaylik qarashda kollejda yoki universitetda o'zingiz ekspert sifatida dars berib, oyiga $500 dan $1000 gacha pul topishingiz mumkin. Oson emas, lekin bu narsaning imkoni bor. Ya'ni shunaqa start olish ham mumkin. Odamlar prosta shu jarayonni yaxshi tushunmagani uchun, o'quv markazi ochish uchun yoki qanaqadir biznes ochish uchun nima qilish kerak bilmagani uchun, texnik muammolar yo'qligi uchun shu birinchi qadamini bosmaydi. Endi yana bitta masala, qarab turinglar. Texnik muammoni kitoblar bilan hal qilsa bo'ladi. Doimo biznes qilish shart emas pul topish uchun. Yaxshi mutaxassislar yaxshi pul topadi va bu narsaga ham yaxshi mutaxassis bo'lish uchun ham texnik bilimlar kerak. Ya'ni konkretni muayyan bilimlar. Ya'ni siz yaxshi pul topish uchun, aytaylik, spetsialist sifatida pul topmoqchi bo'lsangiz, siz kimgadir qanaqadir natija qilib berishingiz kerak. Natija, rezultat ko'rsatib berish kerak. Shuning evaziga siz yaxshi pul olishingiz mumkin bo'ladi, pul topishingiz mumkin bo'ladi. Buni jazasi kitob o'qing, qanaqadir kurslar qatnashing bo'ldi. Shu bilim probelingizni to'ldirsangiz, katta ehtimol bilan pul topishga
qadam bosasiz. Ikkinchi sababi, boya aytdim, shaxsiy sabab, bu muammo chuqurroq bo'ldi menimcha. Bu o'zi insonning boshidagi tarakanlarga bog'liq. Men ko'rgan narsamni aytaman. Odamlarda, misol uchun, mana firibgarlik sindromi bor. Buni men super o'tkanda ko'rib chiqamiz. Bu nima? Bu sindrom siz o'zingizni hayotdagi poложениеga o'zingizni noloyiqdek ko'rasiz. O'zingiz xohlasangiz ham xohlamasangiz ham. Ya'ni qilgan ishingizga pul olishdan uyalasiz yoki aytaylik qanaqadir o'zingizda bo'lgan ishonchsizlik bo'ladi. Misol uchun biznes ochib turib $100,000 pul topish yoki biznes ochib turib $10,000 pul topishni xayolingizdan kechirsangiz, siz shu $10,000 ga noloyiqdek o'zingizga o'zingiz tuyulasiz. Oddiy misol, shunaqa shaxsiy muammolardan bittasi. O'ziga ishonchsizlik, qo'rquv, aytaylik, qanaqadir bir kelajakdan qo'rqish, xato qilishdan qo'rqish, perfeksionizm misol uchun va hokazo tiqilib ketgan bunaqa shaxsiy muammolar. Aynan shu shaxsiy muammolar sizni puldan qaytarib qolishi mumkin, olib qolishi mumkin. Ya'ni siz mutaxassis bo'lasizmi, biznes qilasizmi, farqi yo'q. Oxir-oqibat yaxshi daromad qilish uchun, endi yaxshi daromad tushunchasi ham hamma uchun har xil. Yaxshi daromad qilish uchun birinchi o'rinda siz o'sha qanaqadir shaxsiy muammolaringizni hal qilishingiz kerak. Undan keyin qanaqadir texnik bilimlarga ega bo'lishingiz kerak. Ikkitasi chambarchas bog'liq bo'lgandan keyingina siz o'zingiz daromadingizni yuqoriga olib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Lekin men sizlarga tavsiya qilmayman daromad orqasidan quvlashni. Sababi birinchidan hayot o'ta qisqa, ikkinchidan insonga ko'p pul kerak emas. Ko'pchilik yoshlar million dollar pulni orzu qiladi. Kerak emas bundan pul. Men sizga granitsa aytaman, 5,000, 4,000 ish semirib ketasiz. Oshib, yetib, ortib ham ketadi. Ko'pchilik milliarder bo'laman deydi. Befoyda narsa. Milliarder bilan millionerning hayotini orasida birinchidan farqi yo'q. Milliarderda zato yaxta bor deyishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi o'sha yaxtani milliarder aytaylik oyiga ham demas, yiliga bir 2 marta uchadi o'sha yaxtasida. Ishdan tashqari borganda, misol uchun, yaxta turadi odatda bilsangiz. Mana Alisher Usmonov yaxtasi haqida ko'pchilik eshitgan. 1 yilda bir marta borib o'sha yaxtani uchadi. Millioner xuddi shu ish qilishi mumkin, prosta arendaga oladi, shu bir hafta ichiga bo'ldi. То есть bunda ham borish usluga, bunda ham borish usluga va hokazo. Ya'ni ikkita zavtraki yeyolmaysiz, befoyda uncha pul. Misol uchun, men shaxsan o'zim ilgari pul haqida ham o'ylamaganman. $150 oylik ishlab yurgan paytlarim hech qachon o'ylamagan. Bir kishi davronsan $1000 pul topasan oyiga deganda, men aytardim, "Haqing bo'lishi mumkin emas" derdim. Sababi pul paysa ham bo'lmagan hayotda. Lekin shunaqa bo'lib qoldiki, taqdir taqozosi bilan tadbirkorlik bilan shug'ullanib, ish bilan shug'ullanib ketdim. $1000 dan ancha ko'p daromad qilishni boshladim. Lekin men uchun tushunarsiz bo'ldi insonlarning o'sha pulga bo'lgan talpinishi. Ilgari ham tushunarsiz edi, pul topishni boshlaganimdan keyin ham tushunarsiz bo'ldi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, boshingizdagi shaxsiy yana bitta tarakanni olib tashlash kerak. Pul topganimdan keyin menda muammolar kamayib qoladi deb o'ylaysiz. Muammolar ko'payadi, kamaymaydi. Muammo kamaymaydi. Muammo ko'payadi, bu aniq. Sababi, meni ilgarigi shu $150 topib yurgan paytlarimdagi hayotim men nazarimda sal baxtliroq bo'lganman. Har holda menga shunaqa subyektiv tuyuladi. Ikkinchidan, aniq tinchroq bo'lgan hayot. 100% juda katta tinchlikda o'tardim. Ishga borardim, ishdan kelardim. Hamma narsa chotki. Do'stlarim bilan ko'rishardim. Hech qanaqa kamchilik, boshqa narsa bo'lmagan. Hozir ko'p pul topaman, hamma yo'q kamchilik. Va hokazo. Shuning uchun tushunib olaylik o'zingiz uchun. Birinchidan, shu ikkita aspektdan qaysi biri sizda bor? Shaxsiy muammomi? Lekin u muammo hal qilish qiyin. Shaxsiy muammolar borasida, o'sha qo'rquv borasida, ishonchsizlik borasida video qo'yib borishimiz mumkin. Uzoqqa aktiv bildirib yuborsanglar, bu narsani sezamiz, ko'ramiz. Qanaqadir texnik muammolar, kitoblar o'qing ko'proq, qanaqadir kurslarga boring, kanallarni kuzating, tadbirkorlar kanali, shu yerdan o'rgansangiz bo'ladi. Va o'zingiz uchun o'zingiz bilib oling. Qaysi predel? Agar siz misol uchun $100 million pul topmoqchiman desangiz, 40 ehtimolmi neto narsaga talpinyapsiz. Puldan ustun narsalar bor, pul qaysidir jarayongacha kerak bo'ladi xolos. Baribir o'sha milliard topgan pulingizni agar topsangiz, avvalambor hech qayerga olib keta olmaysiz. Shu yerda qoladi hamma narsa, siz bilan bormaydi. Shuning uchun pul muhim, pul kerak, ko'p pul topinglar. Yaxshi inson boy bo'lish kerak, yaxshi inson ko'p pul topish kerak. Bu doim yaxshi. Lekin pul birinchi o'rinda emas. Va pulni topa olmayib turganingizni ancha sabablari bo'lishi mumkin va ikkita asosiysi bu boya aytib o'tgan shaxsiy muammolar bilan texnik muammolar. Shunaqa gaplar, izohlarda aktiv bildiringlar, videoga like bosinglar, maksimal ravishda ko'proq video qo'yishga harakat qilamiz. YouTube kanalimizga sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Soqqani bosing.